Assalomu alaykum. Sizlarga charchaysizlarmi? Hop, bugun yana safar. Bugun sal uzoqroq safar bo'ladi. Hozir avtobus kutyapman. To bu yerdan St. Johnsga yetib olishim uchun. Shu avtobus kutib turaman. Shu bilan kelgan St. Johnsdan uchamiz. Aeroport samolyotim St. Johnsdan uchadi. Ungacha bu yerdan Gandardan avtobusga yetib olishim kerak. Havo yaxshi. Qor yog'yapti. Shamol, qor. Ovozim yaxshi eshitilyapti deb umid qilaman. Gradusga keladigan bo'lsak, temperatura minus 10. Da. Biz avtobusga chiqib qoldik. 1,5 soat kech qoldi avtobusimiz. Chiqqan yerda bilet beradi. $80 to'ladim biletga. Biz hozir to'xtadik. Zapravkaga. 4 soatdan beri yana 1 soatlik yo'l qoldi. Hozir aeroportga keldim. Bizda soat 1 bo'ldi kechki paytga. Aeroportda hech kim yo'q. Hozir check-in qilishga harakat qilib ko'raman. Onlayn check-in qilishga. Ish bilan ertalabgacha aeroportdaman. Soat ertalab 9:30 da uchadi samolyotimiz. Ungacha aeroportdaman. Nimaga erta kelib olding desanglar? Birinchi sababi, men boshqa shahardan keldim bu aeroportga. Bu men hozir uchayotgan aeroport St. Johnsdagi aeroport. Bilasizlar, men o'zim Gandarda yashayman. Gandardan St. Johnsga mashinada 3,5 soatlik yo'l. Nimaga u yoqdan Gandarga o'zidan uchmading desanglar? St. Johnsdan uchish arzonroq Gandarga yaqin. Shuning uchun St. Johnsdan uchishga qaror qildim. Biz juda ham erta kelman. Hali 7 soat bor. Check-inim 5 soat oldin boshlanadi. Ya'ni 2 soatim bor. 2 soat aeroportda aylanamiz. Bu St. Johns aeroporti. Yengil bu yerda. Odam yo'q. Tinch aeroport. Hozir yeyishga bu narsa qidirib ko'raman. To ertalab bo'lguncha. Ko'ramiz. Hozir food zone topdim. Ya'ni bu narsa ovqatlanish uchun. Bunaqa joy. Bu yerdan pizza har xil snack qila olish mumkin. Mana bitta o'tiramiz. Kechqurun mashina o'tqizaman kechqurunni. Menda yana bitta problema bo'ladigan narsa bor hozir. Endi bilmadim problema bo'ladimi yo'qmi. Meni biletimda personal items, shaxsiy narsalar uchun bilet bo'lgan. Lekin menda bu sumka bor, carry on. Yoki bunga doplata qilaman, ya'ni bunga ham pul to'layman. Yokida ko'ramiz, bayram deb o'tkazib yuborsa, xudoolasa yaxshi bo'lib ketadi. Bizda soat 4 bo'ldi. Ertalabki. Ancha aylandim, ovqatlandim. Endi hozir ozgina dam olaman. Men bu joydan o'zimga joy topdim, burchakda. Men bu bekitib turadi mana. Men skameykalar imaja hozir bir amallab joylashaman. Qanaqa joylashishim hozir sizlarga ko'rsataman. Tak. Telefonni mana qo'yib olaydi. Xullas. Shuna o'tiraman. Oyog'imni mashinadan chiqaraman deb bo'lmay, yo'qdaman. Ertalabgacha. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. 1, 2, 3, 4, 5 и потянет танцевать. Баю-баю, бай-бай-бай. Hop, ko'rib turganinglardek, men xonadaman. Juda ham og'ir kun bo'ldi. Problemalar, dahshat. Hozir sekin sizlarga aytib o'taman nima bo'lganini. Birinchi samolyotimiz atmay bo'ldi. Ertalabga qoldirildi. O'zi bugun ertalab uchishim kerak edi.
lekin ertalabga qoldirildi soat 9 ga. Bu birinchi problema. Ikkinchi problema nima desanglar, har doim agar samolyotinglar cancel bo'lsa, ya'ni atmen bo'lsa yoki qoldirilsa, kompaniyaga telefon qilib turib, sizlar so'rashinglar mumkin. Menga otel mehmonxona gaplashib ber, menga ovqat gaplashib ber deb so'rasanglar bo'ladi. Men ham xuddi shu narsani qildim, lekin ular aytishdiki, St. Johnsda qila olmaymiz bu narsani, lekin sen borib bemalol joylashaver mehmonxonaga, keyinchalik o'sha chekni senga berishganda bizga jo'natib yubor, biz senga pulni tashab beramiz deyishdi. Men xo'p dedim. Keldim, joylashdim. Eng qizig'i, bankdan anaqa bo'ladi, debit karta bo'ladi. Oddiy karta. To'lamoqchiman. Bo'lmadi. Kartamda pul bor, yetarlicha pul bor. To'lamoqchi bo'ldim, bo'lmadi. Undan keyin cash, ya'ni nalichka qolmoqchi edim. Bankomatga borib, bankomatdan nalichka olmoqchi edim. Bankomat отказ berdi. Yechib bo'lmaydi dedi. Lekin telefonimda предложениеda pul yechib olingan. Bankka telefon qilyapman. Bank aytdi, bu bankomatni aybi, sen boshqa bankomatdan pul yechgansan. Xo'p, bankomatga telefon qildik. Ular aytishyaptiki, yo'q, bu bankning aybi, chunki senda mana bu narsalar yo'q deyapti. Xo'p dedik. Boshqatdan yana tekshirib ko'rmoqchi edik, boshqa kartadan. U kartada ham birinchi shunaqa bo'ldi, pulni yechib bermadi. Uchinchi kartadan qilganimizda pulni yechib berdi. Biz yana qaytib bankka telefon qildik. Mana shunaqa muammo, menda hamma cheklari bor. Keyin bank aytdiki, bo'ldi, men zapiska qilib olaman, ya'ni yozib olaman, senga javobini aytishadi dedi. Xo'p, qanchada javobini aytishadi? Men ertalab ketishim kerak. Men bu mehmonxonada ko'p bo'lmayman, ertalab ketishim kerak desam, 21 kun. Karl, 21 kun da javobini aytishadi. Men aytdim, jinniroqmisan dedim. Men 21 kun men bu yerda turmayman, men ertaga ketaman desam, boshqa iloji yo'q dedi. Endi hozir mehmonxonada turibman, ertalabgacha baramanlayman. Ertaga ertalab Kalgariga uchib ketaman. Sayohatimiz shunaqa boshlandi. Ko'ramiz. Nima bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Video davom etadi. Sizlarga hozir room tour qilib beraman. Xullas, bu eshikdan shuna kirganinglarda. Mana shu xona. Hop. Kirganimizda o'ng tarafimizda bu yoqda biza cheese. Короче, oyna. Bu yoqda sanuzel. Короче, vanna tualet. Bu yoqda yana men qolaysizlar. Bu yoqda dushovoy kabinka. Bu yoq o'sha. Xo'p. To'g'ri kirganimizda mana shu ko'rinishi. Bu yoqda bizda kofe mashinka bor. Kofelar. 2 kishilik divan. Xona, bu yoqda shkop. Bu yoqda kichkina stol. Nimadirlar bo'lsa qo'yishga men hozir notebookimda ish qilyaptim. Hozir bitta zo'r narsa. Menga mana bunaqa narsalar berishdi mehmonxonaning o'zidan. Tekinga berishdi bu narsani. Bularni men uydan olgandim. Televizor bor bizda. Bu yoqda o'tiradigan joy. Mana bu narsani men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qayerdan ochilasan? Mana shu bizani bugungi videomiz. Bu rangli uylar haqida men alohida video qilaman. Rangli uylar haqida juda ham qiziq bo'ladi. Xonamiz shunaqa ko'rinishga ega. Endi hozir men ozgina charchaganman, qornim ham och. Hozir nimadir yeb olaman. Ertaga shu bilan uchib ketamiz soat 9da. 9da uchib ketamiz. Bugungi 9:45 deydi. Ertaga 9:15da.
Xudo xolasa, agar yana havo yomon bo'lib, yana ushlanib qolmasak, sizlarga yana bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Hop. Yegan narsangni desanglar, yo'q, bu narsani emas. Xonamni kartasini ham ko'rsatmoqchi emasman, atak zo'r karta. Stul, bilmayman qanaqa qilib qurasizlar, oddiy, lekin manba joy bilan manba joy issiq qizdiryapti. Tegidan qanaqa qilib qilishgan buni bilmayman, lekin hech qanaqa akkumulyator yoki nimadarini ko'rmayapman. Malades. Respekt. Ko'chaga aylangan chiqdim. Bizda kechqurun soat 11 dan o'tdi. To'g'risi mehmonxonada qolish niyatim yo'q. Yotaverish. Chunki sizlar sayohatda men bilan birgasizlar. Sizlarga ko'rsatib borishim kerak. Nima qotganlarimni. Hozir esa biz aylanishda. Senjonsiz ko'chalarni aylanib yuribman. Ko'rishinglar mumkin. Bizda qor. Odam yo'q, почти. Chunki kechqurun va sovuq. O'shaning uchun odam kam. Bitta men ahmoq aylanib yuribman. Biz aeroportga keldik. Hozir registratsiyadan o'tib tepaga chiqdim. Уже bizda pre-boarding boshlandi. Chiqish boarding passlari oldim. O'zi bugun soat 9 da uchishimiz kerak edi. Afsuski yana kechiktirildi, soat 10 ga. 1 soat kechiktirildi. Ertaroq kelgandim aeroportga, ertaroq kelib registratsiya qildim. Завтрак turibdi. Kofe ichib o'tiramiz. Jet Flight 4161 to Calgary would like to welcome guests seated in Zone 3 to board. Bizaniki. Welcome everyone. At this time we do require your attention as we review this following safety information for this aircraft on today's flight. Thank you and welcome. Piganiga oldi Calgaryga. 6,5 soat uchdik. Yomon emas, yaxshi. Qiyin bo'lgan uch kungacha shu yerda